Bitta emas, balkimda ikkita top o'yinchi so'nggi intervyularda Real Madridga o'tishni orzu qilayotganlar haqida sekingina ishora qilib ketishdi. Keling, men sizga bu o'yinchilar kimligini aytishimdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yay. Sizga qiyin emas, lekin biz uchun bu katta motivatsiya. Tanishing, Rodri 2024-yil ko'plar muxlislarning so'zlariga ko'ra Viniciusdan oltin to'pni olib ketgan o'yinchi va u bergan so'nggi intervyusida avvalambor Vinicius yaxshi o'yinchi ekanligini aytib o'tib va u bilan hech qanaqa muammoga ega emasligini aytdi. Undan keyin esa men Atleticoga o'ynaganim Real Madridga qo'shilishim uchun hech qanaqa to'sqin bo'la olmaydi deb aytdi. Bu esa tekis kelajagi haqida gapirmagan bo'lsa, bilmayman nima deb aytiladi. Ikkinchi o'yinchi esa bu Enzo Fernandes. U ham yarim himoyachi va hozirda Chelsea da o'ynayapti. Uning gapi bo'yicha esa u kelajakda Madridda yashamoqchi. Endi buni ikki xil tushunsa bo'ladi. O'zi ko'p argentinalik o'yinchilar Atleticoda o'ynaydi. Hatto murabbiy ham argentinalik. Balkimda u yerga o'tishni istayotgandir. Lekinda mana o'zimning shaxsiy fikrimcha, u ham Real Madridga o'tishni orzu qilyapti. Eng qizig'i joyi shundaki, bunaqa gaplarni deyarli barcha top futbolchilar ochiqchasiga gapirmaydigan bo'lsa ham, ichlarida albatta saqlab qo'yishadi. Agar meni gapimga qo'shilsangiz, bitta like bosib keting va so'nggi futbol yangiliklardan qolib ketmaslik uchun Telegram kanalimizga ham obuna bo'ling.